inshaalloh Facebookda ham ha. Facebook ham boshlandi ana. Buni silkasini qanday tarqatamiz? Tak. Mana yana odamimiz bo'lsa, Facebookga ham bir kirib tekshirib ko'rsa. Hammasi joyida bo'lsa 2 minut bor ekan. Azbek aka bo'ldimi? Ha, bo'ldim. Tayyormiz. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqi va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hammalaringizni birodarlarim ushbu Ramazon bilan tabriklayman. Alloh barakatlar bersin. Alloh bu ulug' kunlarda tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Oxiratda foydamizga hujjat bo'ladigan amallardan qilib bersin. Xo'p, mana shu Ramazon suhbatlarida inshaalloh bugun bir Ramazon oyida chiroyli suhbatlardan birisi, mavzulardan birisi shariatni ushlashga shoshilish mavzusida bir ozgina suhbatlashamiz. Xo'p, shariatni ushlashga shoshilish. Shariat nima desa, shariat haqida alhamdulillah mo'min borki bu narsani biladi. Shunday bo'lsa ham bir ozgina bir shu to'g'risida bir to'xtalib o'tsak, shariat bu hayotda bizni qilayotgan ishlarimizga taalluqli bo'lgan Allohning buyruq qaytariqlari, Allohning halol haromi. Alloh bir ishni buyurgan yoki qaytargan. Alloh bir ishni harom degan yoki halol degan. Mana bu narsalar shariat. Mana shu ishni ushlashlikka shoshilishlikni bizga dinimiz o'rgatadi. Shoshilish deganda odatda inson ikkita holatda shoshiladi. Bir ham o'ziga bir yomonlik yetayotgan paytda ana shu yomonlikdan qochishlikda shoshiladi. Masalan, oddiy mana shu dunyo hayotimizning o'zida ham biron bir binoda o'tirgan ana shu yerga o'tib ketib qoladigan bo'lsa, shoshilib yugurib ana shu olovdan, ana shu ziyondan qochishlikka yugurib shoshilamiz. Juda ko'p balki kimnidir o'zini hayotida bo'lgandir.
yokida videolarda ko'rganmiz, tanish bilishimizdan eshitganmiz, qayerdadir o't ketadigan bo'lsa, yugurib ana shu binodan chiqishlikka shoshilib ketamiz. Mana bu ham bitta shoshilishni bitta voqeasi. Ba'zida bir yaxshilikka intilib ham shoshilamiz. Ba'zida falon joyda bir yaxshi uy, hovli arzon yarim bahosiga berilar ekan degan narsa eshitib qolsak, yugurib boramiz. Yoki mana o'tganlarda ko'p guvohi bo'ldik. O'zbekistonda avtosalonlarda mashinalarga sotuv narxi sal tushsa, keyin shartnomalar o'rtaga chiqib qolgan paytda odamlar shunaqa endi yugurib shoshilib bordiki, ana shu yaxshilikni, ana shu uyga, mashinaga men ham ega bo'lib qolay degan maqsadda shoshilib yuguradi. Inson mana shunaqa ekanda, bir ham o'ziga yetadigan zarardan, bir ham bir qo'lga kiritadigan yaxshiliklariga kiritaman deb turib yugurib shoshilar ekan. Endi bizni mana bu mavzuyimiz shariatni ushlashga shoshilish. Hayotdagi bizni yeb ichishimizga taalluqlimi, kiyim-kechagimizgami, pul topish sarflashgami, ibodatlarimizga taalluqlimi, atrofdagi odamlar bilan bo'ladigan munosabat, oilamiz, aka-ukalarimiz, ota-onamiz, qo'ni-qo'shni, do'st, dushman, xalq, hokimiyat bilan bo'ladimi? Har qanday odamlarning muomalalarida Allohning hukmlari bor. Falon ishni undoq qilasan, bundoq qilasan, bu halol, bu harom, bu farz, bu makruh va hokazo shunday buyruq qaytariqlari bor. Har bir amalimizda Allohning ana shu hukmini mahkam ushlashlikka, amal qilishlikka shoshilishlikni bizga dinimiz o'rgatadi. Bu borasida olim bir necha oyatlar, hadislar keltiradi. Qo'ldan kelgancha mavzuyimizga yarashasidan men tayyorlab keldim. Quyidagi oyatda Alloh shunday deydi. Oli Imron surasida. Bismillah. Labbay. Ovoz bormayaptimi? Davom etavering birodar. Astag'firullah. Oli Imron surasida va Parvardigoringiz tomonidan bo'lg'usi mag'firatga hamda eni va osmonlar va yer barobarida bo'ladigan jannatga shoshilinglar. Bu jannat taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Oli Imron surasi 130-oyatda. Mana bu yerda Alloh aytayapti. Mag'firatga shoshiling va eni osmonlar va yer kattaligidagi jannatga shoshiling deydi. Tepada aytganimizdek, shoshilishlik biron bir yaxshilikka erishishlik uchun inson shoshiladi. Bu yerda ikkita narsani aytayapti. Mag'firat bilan avf degan narsa bor. Mana bu gunohlarni Allohning kechirishligi haqidagi narsasi, Allohning shunaqa bir marhamati. Inson borki, gunoh qiladi. Qayerlardadir yolg'on gapirganmiz, ichganmiz, chakkanmizdir, kimdir qandaydir gunohlar qilgan, o'g'irlik, fohishilik qilgandir, diniga, ibodatlariga beparvo bo'lib yurgandir. Balki hozir ham shunaqa yurgandirmiz. Va hokazo. Har qanday inson borki gunoh qiladi. Mana shu gunohlarni hammamiz ham qiyomat kunida kechirilishligini yaxshi istaymiz, xohlaymiz. Mag'firat va avf. Avf butunlay o'chirilishligi ekan va bu banda bilan Allohning o'rtasidagi ishni ish to'g'risidagi gunohga taalluqli bo'lar ekan, ko'proq tafsirlarda shunaqa kelar ekan. Mag'firat insonni boshqa insonlar bilan bo'ladigan o'rtalaridagi insonni qilib qo'ygan Allohga itoatsizligi, gunoh, harom, buzuq ishlarini Allohni kechirishi, Allohni o'rab qo'yishligi. Mana shu o'rab qo'yishlikni mag'firat der ekan. Alloh bizga aytayapti, mana shu mag'firatga shoshiling deydi. Kim ham xohlamaydi shoshilishlikni? Kim ham kechirilishlikni xohlamaydi? Hammamiz ham gunohlarimiz bor. Mana shu narsani zarracha o'tkazib yormang deydi. Hozir o'lib qolishimiz mumkin. Hozir o'lib qolsak, gunohlarimiz agar mag'firat qilinmagan holatda Allohga yo'liqadigan bo'lsak, bu o'tayli og'ir narsa. Bu yerda
mag'firatga shoshilishni voqeasi qanday bo'ladi desa, oldimizda biz hayotimizda Allohning biron bir hukmini eshitdikmi, darhol bajarishlik bilan bo'ladi. Ro'zaga taalluqlimi, oilaga taalluqlimi biror bir hukmini eshitdikmi, darhol amal qilishlik bilan shoshilishlik bo'ladi. Gunohlarimizni gunoh ekanligini bildikmi, darhol tavba qilishlik bilan, Allohga istig'for aytishlik bilan, Allohdan mag'firat so'rashlik bilan shoshilishlik bo'ladi. Mag'firat qilinsa, Alloh shunaqa va'da beryapti. Inshaalloh jannat bor dedi. Jannatni eni va bo'yi osmonlar va yerni kengligicha. Ba'zida uyga ega bo'lishni xohlaymiz. 3 sotiq, 5 sotiq, 10 sotiq uy bo'lsa qanchalik katta. Endi bitta davlatni kattaligicha yeri faqat sizniki bo'lsa qanday? Yer yuzi kattaligidachi yeri sizniki bo'lsa, u ham mayli deyapti Alloh. Yerdan ham boshqa osmonlar kengligida. Yer bitta, osmonlar bir nechta. Bizda mana shu ko'zimiz ko'rib turgan osmonni o'zi bitta osmon. Undan boshqa yana bir qancha osmonlar bor. Ana shunday kenglikda jannat bor deydi. Endi u yerdagi qasrlar, huraynlar, maishatlar, oltindan bo'lgan so'rilar, u yerdagi lazzatlar, g'ulomlarni ichimliklarni quyib berib turishlari, bu yoqda oqib turgan daryolar, insonni tanasi istaydigan, umid qilib, ana shuning uchun intiladigan, umid qiladigan narsalarning hammasi, bizning hayolimizga kelmagan narsalarning hammasi ana shu yerda muhayyo. Shoshilganda ana shunga shoshiling deydi. Biron bir hukmni oddiy misol, agar oilali bo'lsak, oilada ayolimizga, farzandimizga nisbatan Alloh qanday hukm qilgan, qanday munosabatda bo'lishimizni buyurgan. Ana shu narsaga darhol amal qilishlik, ana shu jannatga shoshilishlikning voqeasi bo'ladi. Alloh vaqtni o'tkazib yubormang, shoshiling deydi. Biron bir gunoh ishni, beparvo, suskash ishni qilayotgan bo'lsak, darhol ana shundan to'xtab, tavba qilishlik bilan ana shu jannatga shoshilishlikni aytyapti bizga. Bu jannat taqvodorlar uchun. Taqvodor bu Allohdan qo'rqib, Allohga hamma ishda itoat qiluvchi degani. Vaqtni behuda keyinroq qilaman, hali vaqt bor deb turib o'tkazib yubormasdan darhol amal qilish, darhol tavba qilishlikni Alloh bizga eslatyapti. Keyingi yana bitta oyatda yana Alloh aytadi: Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mo'min va mo'minalar uchun Allohning hukmini qo'yib, o'zlari xohlagan ishlarni ixtiyor qilishlari joiz emas. Kim Alloh va uning payg'ambariga osiy bo'lsa, bas u ochiq yo'ldan ozish bilan yo'ldan ozibdi. 33-sura 36-oyat. Ana bu yerda Alloh mana sizlar hayotda yashaysizlar. Yashayotgan paytlaringda har bir ishlaring uchun meni hukmim bor. Meni Alloh buyurganman deydi. Misol uchun bu xosatan shaxsiy hayotimizda bo'ladimi yoki jamoat ishlariga taalluqli bo'ladimi yoki davlat ishlariga taalluqli bo'ladimi? Allohning hukmlari hamma ishimizni tartiblashtirgan. Yer osti boyliklarining taqsimoti bo'ladimi? Boshqaruv masalalari bo'ladimi? Chegara ishlari bo'ladimi? Yoki ta'limga taalluqlimi? Jamiyatdagi jinoyatlar ularni tiyib qo'yishlikka taalluqli bo'ladimi? Alloh biron bir ishda hukm qilgan bo'lsa, mo'min va mo'minalar uchun Allohning hukmini qo'yib turib, o'zlari boshqa narsani ixtiyor qilishlari mumkin emas dedi. Bu narsa bizga nimaga aytilyapti? Mana bu narsa agar Allohning hukmini qo'yib biz o'zimiz xohlagancha amal qiladigan bo'lsak, hozir o'lib qoladigan bo'lsa, ertaga Allohning oldida qanday javob beradi? Bunda alamli azob bo'ladi. Darhol eshitdingmi, itoat qil deb buyuryapti bizga Alloh. Bizga yer taqsimotini g'arbliklar o'rgatganidek,
boyliklar taqsimotini g'arbliklar, kapitalistlar o'rgatganidek ularni taqsimoti bo'yicha taqsimlashlik mumkin emas. Bu shart-sharoit, vaziyat, voqelik bu narsalar hisobga olinishligi mumkin emas. Alloh va Rasuli bir ishga buyurdimi, ana shunga bo'ysunishlikka majburmiz. Agar mo'min bo'lsak, agar vaqt o'tkazib yuboradigan bo'lsak, ertaga buni hisobi og'ir bo'ladi. Darhol bunga shoshiling deyapti Alloh mana shu hukmlarga itoat qilishlikka. Mana bu oyatni qarang. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni do'zaxdan saqlangiz. Uning o'tinlari odamlar va toshlardandir. U do'zaxning ustida qattiq dil va qattiq qo'l, Alloh o'zlariga buyurgan narsalarga itoatsizlik qilmaydigan, faqat o'zlariga buyurilgan narsalarni qiladigan farishtalar turur. Taqsim surasi 6-oyatda. Alloh bizni ogohlantiryapti. Hammamiz bir kun o'lamiz, lekin qachonligini bilmaymiz. Balki hozirdir, balki 10 yildan keyindir. Qachondir o'lsak, Allohning huzuriga boramiz. Agar Alloh bizni mana shu gunohlarimiz bilan uning huzuriga boradigan bo'lsak, do'zaxga tashlaydigan bo'lsa, do'zax azobidan qaytaryapti. Inson qachonki mana shu yo'liqadigan azobini ko'zining oldiga keltirsa, undan qochadi. Xuddi binoda olov yonganda undan qochgandek, do'zax azobini bir ko'zining oldiga tasavvur qilsa qochadi. Bu yerda Alloh bizga tasavvur qildirib beryaptiki, ya'ni unda do'zaxda olov bor. Olov mana uyda oddiy tandirga yoqamizmi yoki biron bir joyda olov yonadimi? Albatta o'tin bilan yonadi. Gaz bo'lsin yoki boshqa o'tin bo'lsin, nimadir bilan yonadi-da. Jahannamdagi olovning o'tinlari insonlar va toshlardan iborat ekan. Insonlar, odam yonadi ana shu haligi joyda. Alloh ana shu o'tinni o'zing o'tinga aylanib qolmagin. Oilang, ota-onang, ayoling, farzandlaring o'tinga aylanib qolmasin deb turib bizni ogohlantiryapti. U yerda shunaqa bir qattiq qo'l, qattiq dillar bor, umuman rahmi kelmaydi. Umuman ichi achishmaydi. Mana bugun hozirgi mana shu dunyo hayotimizda ham islom uchun kurashadiganlarni kofir ushlab turib qamayapti, azoblayapti. Azoblaganda ham mana bugun ko'ryapmiz dunyoda yahudlarni qilayotgan ishini yokida o'zini musulmon hisoblasa-da, musulmonlarni qamoqlarda azoblayotganlarini eshityapmiz. Lekin bu azoblayotganlar odamlar. Qanchalik eng bir maraz bo'lmasin, iflos bo'lmasin, shunaqa din dushmani bo'lmasin, lekin odam u charchaydi. U inson unda qalbida ozmi ko'pmi bir ichi achishligi mumkin. Ayniqsa o'zini musulmon hisoblaydigan odamlar qamoqlarda mu'minlarni azoblaganda ular baribir ichida bir narsasi borki, rahm keladi. Juda ko'p akalardan eshitganmiz, qamoqda ana shu militsiyalarning o'zlari hozir azoblab dubinka bilan urib tursa-da, birozdan keyin yeydigan, ichadigan narsa bergan. Dori-darmon bergan. Hatto yaxshi gaplarni gapirib qo'yib, kechirim so'raganlarini ham aytib berganlarini eshitganmiz. Shunchalik bir zulm qilsa ham qalbida ozgina bo'lsa ham rahm bor. Lekin Alloh ogohlantiryapti. Jahannamdagi azobda umuman rahm nimaligini bilmaydigan qattiq dillar bor. Jahannamdagi olovdan, haligi yonib turgan joydan qochib chiqaman desangiz, qaytadan urib ana shu olovga tiqadi. Iringdan bo'lgan ko'lning ichida yotgan odam chiqaman desa, qaytadan urib ana shu yerga solib qo'yadi. Qaynagan suvni majburlab ichiradi. Bu shunaqa endi qaynoq suv ichgan paytda butun ichak chavog'i erib ketadigan darajada. Uni ichi achishmaydi, yo'q bu o'zi shundoq ham qiynalib ketdi demaydi. Majburlab bo'lsa ham shuni ichiradi, og'zimizdan quyadi. Alloh mana shuni ogohlantiryapti. Agar o'yga tushasan deydi. Qachonki inson mana shu narsasini ko'zining oldiga keltirsagina bundan qochadi. Bundan uzoqlashadi.
xonaga olov yondi, bo'ldi, paylar keldi degan narsani eshitganda qanchalik qochadi? Xuddi shunday jahannamni ko'zini oldiga keltirsa, shundagina qochadi. Jannat uchun ham yugurib intiladi. Inson biram jannat uchun yugurib bu shariatga shoshiladi. Chunki u yerda kayf, safo, maishat bor. Inson tanasi istaydigan abadiy yashash, faqat lazzat, o'ranglar, ichimliklar, qasrlar, kiyimlar, ovqatlar, sharsharalar, shart-sharoit, komfort, ob-havo, hamma narsa ana shu yerda. Biram mana shuning uchun yugurib shoshilib shariatga amal qiladi. Biram o'ziga yetadigan ozordan, zulm, yomonlikdan, inoqdan, olovdan, qaynagan suvdan, iringdan qochadi. Alloh ikkalasini ham bizni ogohlantiryapti. Marhamat, bu dunyoda imkoniyating bor. Tezroq ibodatingni qilib qol. Tezroq Allohning hukmi uchun harakat qilib qol. Tezroq mana bu jamiyatni o'zgartirish uchun harakat qilib qol. Vaqt juda oz qoldi. Tezroq shoshilib qol. Amal qilsang yaxshilikka erishasan. Beparvo bo'lsang mana bu azobga yo'liqasan deydi. Endi buni eshitib, bilib, ko'zini oldiga keltirgan mu'min qanday qilib bu narsaga beparvo bo'lishi mumkin? Inshaalloh unday bo'lmaydi. Bu haqida payg'ambarimiz, ya'ni shoshilish borasida payg'ambarimiz alayhisalom ham bunday degan ekanlar. Zulmatli tun qorong'usi kabi fitnalar kelishidan oldin amallarga shoshilinglar. Bu fitnada kishi mu'min holatida tong orttirib, kechga borib kofir bo'ladi. Mu'min holida kechga ketib, tongga borib kofir bo'ladi. Dinini arzimagan dunyo moliga sotib yuboradi. Ya'ni bizni payg'ambar alayhisalom shunday narsadan ogohlantiryaptiki, shunaqa kunlar keladi, fitnali kunlar. Fitna degani adashtirish degani, chalg'itish degani, haqdan burib yuborish degani. Shunday kun keladi, fitna juda og'ir bo'ladi. Ana u fitnada inson mu'min bo'lsa, kofir bo'lib qoladi. Mu'minligi ham qanchalik desa shu daraja tezki, ertalab uyg'onganda mu'min edi, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh, Allohga itoat qilaman, Allohga ibodat qilaman, Allohning hukmlari bilan yashayman deyotgan fikri, e'tiqodi bor edi. Kechga borib kofir bo'lib qoldi. Yig'ishtir diningni. Bir tinga arzimaydigan bu shariatingni aralashtirma hayotimizga deb qoladigan darajada fitna adashtiradigan narsa. Kechqurun mu'min bo'lsa, ertalabgacha kofirga aylanib qolishligi mumkin. Shu daraja fitna og'ir, adashtiruvchi. Ana shunday kunlarga kelishdan oldin amallarga shoshilib qoling deydi. Mana bu amal savatimizni yaxshi, solih amallar bilan to'ldirib qolishligimizni bizga eslatyapti. Bir davrlar o'tdi. Kommunizm degan shunaqa bir fitna keldi. Mu'minlarni shunaqa bir yolg'on tasavvurlar bilan adashtirdiki, shunaqa davr keladi, shunaqa bir zamon quramiz, kommunizm quramiz. Bu yerda kambag'al boy bo'lmaydi. Hamma mehnatga yarasha haq oladi. Hamma qobiliyatiga yarasha ishlaydi. Shunaqa bir zo'r, omon-omon hayot bo'ladi deb odamlarni adashtirdi. Odamlar, juda ko'pchilik odam bu narsaga aldanib ketib qoldi. Vaqti keldi, u yo'q bo'lib ketdi. Alloh uni bizdan oldi. Lekin hozir ustimizga shunaqa narsani olib keldiki, demokratiya degan, erkinlik degan, vatanparvarlik degan, millat degan, mana shu dunyoda lazzatlanish degan, bu din siyosatga aralashmaydi. Dinni niqob qilib olganlar deganga o'xshagan har xil shunaqa bir fitnali narsalarni qilyaptiki, bu kofirning qo'liga Alloh imtihon uchun shunaqa bir imkoniyat berdi. Qo'lida hamma narsa bor, mediasi bor, kuchi bor, quroli bor, puli bor, hokimiyati bor, shotirlari bor, malaylari bor. Bular bilan odamlarni shunaqa fitna qilyaptiki, bu haqiqiy adashtirib. Bunaqa holatda odam haqni topib olishligi qiyin. O'zlaringiz ham ko'ryapsizlar, bu joyda gaplashib, musulmonga borib turib islom bilan yashashni aytadigan bo'lsangiz, ancha-muncha achinarli gaplarni aytyapti. Alloh asrasin. Alloh asrasin. Bu vallohu alam
bu hadisda kelgan ertadan kechgacha kofir bo'lib qoladi yoki kechdan ertagacha kofir bo'lib qoladi degan darajadagi fitnali zamon bo'lmasa kerak. Chunki hozirgi davrda haqni yetkazib turgan mu'minlar bor, jamoatlar bor, imkoniyatlar ozmi ko'pmi hali bor. Lekin ana shu kun kelishidan oldin shoshilib qoling deydi. Shoshilishlik bu yerda qanday bo'ladi? Ana shu fitnadan oldin mana bu buzuq jamiyatni o'zgartirish uchun harakat qilishlik bilan. Bir kunda 24 soat bor. Bir oyda 30 kun bor. Bir kunimizni soatga bo'ladigan bo'lsak, 24 soatni minutga bo'ladigan bo'lsak, 10 mingdan oshiq minut bo'lishi kerak adashmasam. Har bir lahzasi g'animat. Imkon qadar shu dinimizni o'rganish, tushunish, amal qilish, yetkazishlik bilan mana bu buzuq jamiyatni, bu fitnali bo'lgan, qaysidir darajada bo'lsa ham bu fitnali voqelikni o'zgartirish uchun borini sarflab, molinimi, joninimi, vaqtinimi kimdir gapirish bilan, kimdir yozishlik bilan, kimdir amal bilan, kimdir hikmat bilan yetkazishlik bilan bo'ladimi? Buni o'zgartirish uchun harakat qilishlikdan Alloh bizni, Payg'ambar alayhisalom bizni targ'ib qilib turib, fitnadan ogohlantiryaptilar. Shoshilishlik borasida quyida bir qancha o'tgan sahobalardan Payg'ambar alayhisalom sahobalarim yo'lchi yulduz kabidir. Ularning qaysi biriga ergasanglar ham to'g'ri yo'ldir degan ma'noda hadislariga binoan bir necha sahobalardan bir misol ham keltirmoqchi edim. Mana bu shoshilishlik masalasiga. Hozir Muslimda Anas roziyallohu anhuning hadislari bor ekan, shundan keltiryapti. Badrga avval Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalari keyin mushriklar kelishdi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyingi yer va osmonlarcha bo'lgan jannatga turinglar dedilar. Buni eshitgan Umayr ibn Hammom Ansoriy, ey Allohning rasuli, keyingi yer va osmonlarcha jannat deyapsizmi dedi. deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. U oh deb yubordi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nimaga oh deyapsan deb so'radilar. U Umayr Allohga qasamki, men ham ana shu jannat ahlidan bo'lishlikni xohlayman. Shuni umid qilaman dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam albatta sen uning ahlidansan dedilar. Bu gapni eshitgan Umayr darhol qo'ynidan xurmolarni chiqarib, ulardan yeya boshladi. Yeya boshladida, agar men shu xurmolarni oxirigacha yeb bo'lguncha yeyadigan bo'lsam, bu meni uchun juda ancha uzoqlik qiladi deb xurmolarni otib yubordi. O'ldirgungacha jang qildi. Bu hadisni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Haqiqatan sahobalar yo'lchi yulduz deganlaricha bor. Badr jangi bilamiz, musulmonlarni Makkadan Madinaga borib islom davlatini barpo qilganlaridan keyin, shariatni tuzum sifatida hayotga tatbiq qilib boshlaganlaridan keyin mushriklar bilan bo'lgan birinchi jang. Bunda o'zi Payg'ambar alayhisalom urush uchun chiqmagan edilar, karvonni to'sib o'zlariga tegishli haqlarini olishlik uchun chiqqandilar, lekin mushriklar tomonidan kelgan askarlarning sonining ko'pligi u yerda o'z-o'zidan urush boshlanib ketishligiga olib kelib qo'ydi. Shunda Payg'ambar alayhisalom karvonning oldiga chiqqan 300 dan ortiq sahobalarni shunday safga to'plab turib aytayaptilar. Kengligi yer va osmonlar kengligicha bo'lgan jannatga turing dedi. Buni eshitgan Umayr bir yoqimli gapni eshitganda din qilib qoladi. Ana shuni din qilib qoldi. Yo Rasululloh, kengligini yer va osmonlarcha deysizmi dedi. Shunaqa jannat bor deyapsizmi dedi. Endi u narsani bilardi, lekin ana shu yerda boshqacha eshitilib qoldi-da u. Payg'ambar alayhisalom albatta u eshitib turib oh devordi.
Mana bizda ham bo'ladi-yu, bir narsani ko'zimiz oldiga keltirganda, eshitganda beixtiyor voh devoramiz, ani yo'q ketgan paytda. U ko'zini oldiga jannat keltirdi-da kengligini. Endi biz hovlilarimizni bilamiz, 3, 5, 10 sotqili yerlar. U yerda vahshiy boshqa narsani aytyapti. Yerdan yer kengligicha, undan ham tashqari osmonlar kengligicha keng. Endi uning ichidagi jannatlarni ham ko'zini oldiga keltirgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Qasrlar qizil yoqutdan, oltindan, ichi tashqaridan, tashqarisi ichkarisidan ko'rinadigan qasrlar, hurayinlar, Alloh o'zi Qur'onda aytganidek, yosh, husnda tengi yo'q. Onadan tug'ilmasdan dafatan yaratilgan, ko'zlari shahlo bo'lgan, tanalari oppoq, go'zal hurlar bor sizlarga degan tasvirlarni ko'zini oldiga keltirib, oltindan bo'lgan shunaqa topchamlarda dam olib o'tirganlarni keltirib, mana bu narsaga oh devordi-da. Payg'ambar alayhisalom nimaga oh deyapsan desa, aytibdi, mana shu narsani, shu jannatga, shu keng bo'lgan, shunaqa hurayinlar, qasrlar bo'lgan jannatga kirishni umid qildim deb. Og'zimni boli oqib ketdi, og'zimdan suv oqib ketdi, ana shu narsani ko'zim oldiga keltirib, qaniydi shu yerda men ham bo'lsam edi deydi. Payg'ambar alayhisalom vahiydan boshqa gap gapirmaydigan, g'aybni gapirsa albatta bu vahiy, albatta bu aniq bo'ladigan narsani gapiradigan insonlar. Va hammamiz bu narsaga e'tiqod qilganmiz. Umayr ham bu narsani bilardi. Payg'ambar alayhisalom Umayrga "Sen ana shu jannat ahlidansan" dedi. Bo'ldi, bu odam garantiyasini oldi. Kalitni oldi, jannatiyligini garantiya kafolatini oldi. Shartta endi shoshilyapti-da, mana shu yerdagi bizning mavzuyimizga taalluqli joyi mana bu. Shoshilyapti. Endi eshitdi, bo'ldi, jannatiy ekanligini kafolatini oldi. Darhol ana shu jannatga kirib ketishlik uchun qo'ynida 5-6 ta xurmosi bor ekan, ana shu narsani olib yeyishni boshladi. Endi xurmo, arab xurmolarini bilamiz, ichida kichkina bo'ladi. Bizni o'riksimon xurmolar, ichida bitta donali. 5-6 ta bir hovuch xurmo bor, yana 10 ta bo'lsin, 10 ta bo'lsin. Qancha vaqt ketadi tez? 1 minut yetmas, ko'p bo'lsa kerak. 1 minut, 2-3 minut bo'lsin, bor yana kengroq bo'laylik deyman. Yeya boshladi-da, Umayrni qilgan ishi, agar mana shu qo'limdagi hamma xurmoni yeb bo'lgunimcha vaqt o'tadigan bo'lsa, bu qancha uzoq umr bu. Shuncha yashaymanmi? Jannatning kalitini olib turibman-ku. Jannatga garantiyasini olib turibman-ku. Ana shu qasr hurayinlarga kerakligim aytildi-yu. Shuncha kutamanmi deb turib qo'lidagi xurmoni tashlab yubordi. Yugurib jihodga, jangga, Allohning dinini oliy qilishlik uchun, Rasulini buyrug'iga labbay deb itoat qilishlik uchun yugurib ketib qoldi. To o'ldirilgunicha ana shu yerda jang qildi. Mana bu shoshilish, mana sahobalar bu narsani hayotda amalda qilib ko'rsatib berdi. Ularni bu yerda hozir bittasi aytilayotgan bo'lsa ham, sahobalarning deyarli hammasi shu ishni qildi. Hammasi bu ishda shoshilishda bizga o'rnak. Endi navbat bizga keldi. Bizning navbatimiz. Alloh bizga shunaqa bir imkoniyat berdi. Vallohu alam bunday imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Mana bu buzuq demokratiya degan jamiyat butun dunyoni xor qilyapti. Bu fikriy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham, ijtimoiy hayotimizni ham, muomalatlarimizni ham, odamlardagi mehr oqibatni ham, mana shu dunyoni o'zini ham dabdalasini chiqardi. Xorlikka, tubanlikka, qoloqlikka olib keldi. Va bundan tashqari, mana shu yashashda o'tib ketadigan bo'lsak, oxiratdagi ahvol ham achinarli, azobli, alamli azob bo'ladi. Shuning uchun bu manzarani, bu vaziyatni o'zgartirishlik imkoniyatini bizga berdi. Mana buzuq jamiyat o'zgartirgan buni dedi. Buni alhamdulillah bizga yo'l yo'rig'i, shariy yo'li qanday bo'lishligini ham o'rgatdi. Biz buni o'rgandik, tushundik, bildik. Endi bizdagi ish shoshilish mana shu narsaga. Xuddi Umayr xurmolarni tashlab yugurib, qanchalik uzoq umr bo'lib ketadi bu agar yeb tugatgunimcha deganidek, bizda ham bu narsani yugurib tezroq o'zgartirish uchun tezroq harakat qilishligimizga undaydigan narsalar bu. Zarracha
qanaqadir bir balki harom emasdir. Ba'zi bir akalarimiz ko'rasiz, shunchaki video ko'rib o'tiradi. Na dunyosiga, na oxiratiga foydasi bo'lmagan videolar. Bitta reels ko'rsangiz, 1 soatingiz qanaqa qilib yo'q bo'lib qolganini ko'rmaysiz. Qayerga yetib ketdi bu deysiz. Ana shunday bir vaqtlarni behudaga sarflamasdan, islomni o'rganish, amal qilish, yetkazishlikka sarflashlikka tezroq shoshilib turishligimizni bizga bu yerda namunalar bor. Hozir keyingi hadisda yana bitta hadisda, ana Buxoriyda kelgan hadisda shunday hadis keladi. Xaybar kechalarida ochlikka uchradik. Xaybar kuni kelgach, uy eshaklariga duch kelib, ularni so'ydik. Qozonga solib qaynagach, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning jarchisi kelib, qozonlardan tiyilinglar, eshak go'shtini tanovul qilmanglar deb jar soldi. Abdulloh aytadi, biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 5 bo'lakka bo'linmagani uchun bo'lsa kerak, qaytarilgan bo'lsa kerak dedik dedi. Boshqalar esa ana harom qilindi dedilar. Said ibn Jubayrdan so'rasak, ana harom qilindi dedi. Xaybar g'azoti, Xaybar bu bir qishloq, yahudiylarni yashaydigan qishlog'i, hijratning 7-sanasida bo'lgan g'azotlardan birisi. Yahudiy qavmini juda katta, boy, anaqa qal'alari juda bir mustahkam bo'lgan qavmi. Payg'ambar alayhisalom Madinadan biroz uzoqlikda, adashmasam 150 kilometr uzoqlikda joylashgan bitta qishloq ekan. Payg'ambar alayhisalom bu yerga sahobalarni olib borib, endi katta qo'shin borgan, 1000 dan oshiq askarlar borgan bu yerga. Lekin ularning qal'alari juda bir mustahkam bo'lganliklaridan qavat-qavat bo'lgan ekan. Ichkarisiga oziq-ovqatlarni to'plab olib turib, qal'alarini yoqib qo'yishgan. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan 10 kundan oshiq, 14-15 kun davomida qamal qilib turishgan. Endi musulmonlarni bu 10-15 kunning ichida oziq-ovqati tugab bo'ldi. Ularda esa oziq-ovqat bor. Lekin Alloh fathi bilan bu narsa ya'ni ular taslim bo'ldi oxiri. O'sha 14-15-kuni taslim bo'ldi. Taslim bo'lgan vaqtlarida musulmonlar o'ljalar topishdi. Ya'ni ularni Xaybarliklarni, yahudlarni eshaklarini topib kelishdi bir qancha. Bir 20-30 ta eshaklarini topib kelishdi. Endi oziq-ovqatlari bir qancha kun bo'ldi, tugab bo'lgan edi. Qorinlar och, ancha bo'ldi ovqat yeyilmagan. Tem bo'li shu oldilarida jang bo'lish ehtimoli bor. Usiz ham jang bo'lmagan taqdirda ham o'zi bir kun ovqat yemang, qanchalik bir qorningiz ochib qoladi. Mana shunaqa paytda eshak topib kelinadi, darhol ular so'yib turib, qozonlarga solib, bu ovqatni eshakni pishirishdi. Pishirib turib endi tayyor bo'lib yeyman deb turgan paytda Payg'ambar alayhisalom bu qozonlarga olovlar yoqilganini bilib turib, nimaga olov yoqildi deb so'rasalar, shunda eshaklar topildi, shuni ovqat pishirishyapti. Payg'ambar alayhisalom uni haromligini, eshak go'shti taqiqlangan ekanligini aytdilar, jarchilari borib turib yetkazdi. Yetkazgan paytda bu yerda matnda kelayotganidek, bu harom qilingani balki 5 bo'lakka bo'lmaganimiz uchundir dedi. Ya'ni 5 bo'lakka bo'lish degani anaqa bor edi. O'ljalarni xumus 5 dan 1 bo'lagini Alloh va rasuliga, qolganini askarlarga bo'lishlik degan, o'lja bo'lishlik degan taqsimoti undan oldin hukm bo'lgan edi. Buni eshakni so'yib yeyotganlar ana shuni qilmaganimiz uchundir balki. Biz betga bo'lib bir bo'lagini Rasulullohga uzatmagan edik deydi.
Keyin yo'q deb, boshqalar esa yo'q deyishdi. Keyin bu yerda so'rashdi, Sa'd ibn Jubayrdan so'rashganda, yo'q, bu bo'lak qilishlik qilmaslikka taalluqli emas. O'zi umuman eshak go'shtini o'zi musulmonga harom qilindi deb turib, uni bayonini to'liq qilib berdilar. Musulmonlar nima qildi? Musulmonlar darhol bu narsani eshitgan zahoti, necha kun bo'ldi ovqat yemagan, qorni och bo'lgan bo'lsa ham, darhol bu narsani to'xtatdilar. To'kib tashladilar qozonlarni. Yemadilar. Buni ko'zimiz oldiga keltirsak, yanada har kim o'zini tanasida his qilib ko'rsin-da. Bir necha kun ovqat yemang. Endi bitta go'sht topuvdingiz, ovqat topuvdingiz, bu narsa harom deyildi. Uni to'kib tashlashlik hazil kam ish emas-da. Buni qachon kim qila oladi bu narsani? Faqatgina Allohga va oxiratga iymon keltirgan mu'min qila oladi. Faqatgina Allohning roziligini ko'zlagan, Allohning azobidan qo'rqqan odam to'xtata oladi bu narsani. Menga jannatdan boshqa, Allohning yuzidan boshqa, rahmatidan, mag'firatidan boshqa hech narsa kerak emas deydigan mu'min qila oladi bu narsani. Bundan tashqari boshqa bir qancha misollar bor, ko'p. Vaqtimiz maqsadga muvofiqlarini shularni deb hisoblab shular bilan chegaralansak bo'ladi. Bu haqida mana Oysha onamizni ayollarni hijob o'rash to'g'risida bo'ladimi? Arablarni o'zi islomdan oldin aroqqa may ichishlikka, biz aroq deymiz, shunaqa may tayyorlab turib ichishlikka juda bir o'ch bo'lgan xalq edi. Ular aroq bilan bilamiz, Madinaga borgandan keyin hijratning 3-yilida harom bo'lgan. Ana shungacha davrda aroq ichishgan. Mana shularda ham aroq harom bo'ldi degan oyat tushganda, sahobalarning ba'zilari o'sha idishiga, piyolasiga quyib, endi o'sha o'tirgan edi. Boshqasi og'ziga solayotgan payt edi. Anas roziyallohu anhu aytadi, biz Ubaydat jarrohlar bilan shunaqa ichib o'tirgan paytimizda shu oyat hukmi keldi. Shunda hammamiz to'kib tashladik deydi. Shu kuni Madina ko'chalari aroqlarga to'lib ketdi. Chunki hammasi eshitdik va itoat qildik dedi. Ertaga, indinga demadi. Hozir birdaniga to'xtatsam, davlenam ko'tarilib ketadi, sahrim ko'tarilib ketadi, organizm o'rganib qolgan, asta-sekinlik bilan bo'lish kerak demadi. Darhol to'xtatdi. Madina ayollarini maqtab, Oysha onamiz roziyallohu anha shunaqa maqtindiki, Madina ayollaridan Alloh rozi bo'lsin dedi. Nur surasini hijob to'g'risidagi avratlaringizni yoping degan oyati tushgan paytida ko'chada yurgan ba'zilar bozorda turgan, qaysi birisi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar eshitganlari zahoti kiyimlarini bir bo'laklarini, u paytda ayollar uzun ko'ylak kiygan, etaklari uzun, ana shunday etigini bir bo'lagini qirqib olib turib, darhol ro'mol qilib boshlarini o'rashgan. Mana bu narsalar ham eshitdik va itoat qildik deb darrov tezlik bilan shu ishni qilishyapti. Amalga itoat qilishyapti. Bugun bizdan ham shu narsa talab qilinadi. Chunki ular musulmon bo'lgani kabi biz ham musulmonmiz. Ular ertaga qiyomat kunida maydonga to'planadigan kabi biz ham. Hisob-kitob ularda ham bizda ham bo'ladi. Jannat va do'zax ularga ham bizga ham taalluqli. Shuning uchun birodarlarim, avvalambor bu o'zimga, nafsimga qolaversa, buni kim eshitayotgan bo'lsa hammaga bir eslatma sifatida. Hayotingizda ibodatga taalluqli bo'ladimi? Yeb-ichishga taalluqli bo'ladimi? Ota-ona munosabatiga taalluqli bo'ladimi? Pul topish sarflashga taalluqli bo'ladimi? Allohning hukmini eshitdingizmi, darhol amal itoat qiling, tezroq shoshiling. Bugun kredit olib turib, shunaqa 1 so'mimni 2 so'm qilaman deb turib, bola-chaqam boqaman deb turib, shunaqa biznes boshlab yurgandirsiz. Allohdan qo'rqing. Olovi insonlar va toshlardan iborat bo'lgan jahannamdan qo'rqing, to'xtating darhol kreditni. Bugun ota-onangizni shunaqa bir xafa qilib qo'yganmisiz, darhol borib kechirim so'rang. Ibodatni, namozni mana juda ko'pchilik odam bilmadim endi kimda qanaqa, mana atrofimdagilarning ko'pchiligi ba'zida o'qib, ba'zida o'qimaydi. Bomdodvoylar bor, jumavoylar bor. Mana bu namozni Alloh 5 mahal farz qildi. Buni ibodatini to'liq bajarsa, jannat qasr bor deyapti. Qizil yoqutdan bo'lgan qasr. Maishat bor.
bor deydi. O'lim yo'q, kasallik yo'q, og'riq yo'q. Tezroq shoshiling deyapti bunga. Chunki har birimiz har lahzada o'lib qolishimiz mumkin. Hukumat a'zolariga aytamiz. Qo'lida kuch-quvvat, qudrati borlarga aytamiz. Hokimiyat borlarga aytamiz. Bu islom faqatgina ibodat, axloq emas. Namoz, ro'za emas faqatgina. Bu narsalar ham bor. Undan tashqari islom bu mukammal tuzum. Unda boshqaruv bor, unda iqtisod bor, unda ta'lim bor, unda tashqi siyosat bor. Jamiyat bugun jinoyatlarga to'lib ketdi. Odam o'ldirgan, zino qilganlar bor. Bularning jazosini Alloh ko'rsatgandek ijro qilishlik kerak. Bu narsalarda har bir musulmon Allohning hukmini hayotga tatbiq qilishlikka mas'ul. U men bunga mas'ul emasman, menga tegishli emas, bu davlatga, hukumatga tegishli demaydi. Hammamizga tegishli bu narsa. Shuning uchun birodarlarim, mana shu ulug' kunlarda, Ramazon kunlarida qayta eslataman. Allohning tuzumini, Allohning shariatini, adolat, xotirjamlik, farovonlikni kafolatlaydigan Allohning hukmlarini hayotga tatbiq qilishlik uchun shoshiling. Bu yo'lda suskashlik qilmang. Qilmaylik, shoshilaylik. Beparvo suskashlik qilmaylik. Chunki Alloh bizdan shoshilishni talab qilyapti. Jahannamdan qutulib, abadiy rohat jannatga kirishlikni hammamiz ham xohlaymiz. Bu yo'lda shoshilishlikni hammamizga eslataman. Alloh rozi bo'lsin eshitganlaringiz uchun. Bu mavzu o'zi uzun ko'p gaplashsa bo'ladi, lekin maqsadga muvofiq qisqaroq qilishga harakat qildim. Bemalol kimda qo'shimchalar bo'lsa, boyitaman desa, marhamat akalar. Alloh rozi bo'lsin birodar, sizdan ham juda chiroyli yoritib berdingiz. Birodarlar, mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, qo'shimchalar, fikrlar bo'lsa marhamat. Birodar, o'zimda bir savol bor edi. Ya'ni olamlarning Robbisi, ya'ni Alloh taolo bizga bir hukmni masalan buyuryapti. Mana buni qil, mana bundan tiyil degan hukmni aytyapti. Lekin biz odam ekanmizda hozir qilaman deb turib paysalga solib kechiktirar ekanmiz. Ba'zan bepisand qoldirib yuborar ekanmiz. Buni sababi nima ekan, birodar? Alloh azizi bersin. Odatda bu gap, bu savolingiz musulmonga tegishli, kofirga tegishli emas. Musulmonga tegishli jihatidan so'rayapsiz. Alloh alam, shunday tushundim. Musulmon Allohga iymon keltiradi. Oxiratga iymon keltirganmiz, jannat, do'zax bor deymiz. Allohning hukmini buni buyurilgan ekan. Masalan, o'sha kredit borasida bo'lsin, sudxo'rlikning haromligini bilamiz. Lekin shunday bo'lsa ham, buni harom bo'lsa ham nimaga darhol to'xtatmayapmiz desa, bunga bir qancha sabablar bor. Bitta narsaga bog'liq emas, lekin eng glavniy asosiy masala biz mana shu Allohni bizni kuzatib turganligi haqida juda kam fikrlaymiz. Juda kam. Biz yaratuvchi Robbimiz borligini bilamiz, lekin bizni yaratib qo'yib bizni kuzatib turganligi to'g'risida juda kam fikrlaymiz. Biz hozir o'lib qolishimiz mumkinligi to'g'risida juda kam fikrlaymiz. Go'yoki bizda shunaqa bir hujjat borki, men konkretni shu 70 yoshimga, 90 yoshimgacha yatiman deganga o'xshagan bir hujjatimiz, pattamiz borga o'xshaydi. Buni o'tirib turib livoy bir odam so'rasangiz, ha, sani hujjating bormi shunaqa, senga garantiya berilganmi desangiz, birorta odam ha bor demaydi. Lekin mana bu so'raganda aytiladigan gap bo'lib qolgan xolos bu. Yo'q, har zamonda o'lishi mumkin degan. Bu yolg'iz holatda o'zimizga, amalimizga taalluqli jihatda fikrlab o'ylashligimiz deyarli yo'q. To'xta, hozir men mana shu kreditni olyapman, mana shu buzuq demokratiya bilan boshqaryapman, mana shu harom parlament sayloviga boryapman. Hozir o'lib qolsam mana shu yerda
Allohning oldida qanday javob beraman deb turib, Allohga, oxiratga bog'lashimiz deyarli yo'q. Mana bu narsalar juda keng deyarli yo'q. Inshaalloh shularni o'ylansa, shular haqida tafakkur qilinsa, bir jihati mana shu. Bundan tashqari yana boshqa bir omil ta'sirlar borki, bugungi jamiyatni ham bunga to'g'ridan to'g'ri ta'siri bor. Bugungi muhit mana bu kapitalizmni, demokratiyani tatbiq qilayotgan, keltirib chiqargan muhiti shundayki, bunga oxiratga umuman bog'lamaydi. Harom ishlarni oxiratda alamli azobi borligini eslatmaydi, bildirmaydi, bog'lamaydi. Yaxshi ishlarni, Allohning hukmlariga amal qilsak, bunga jannat borligini eslatmaydi, bog'lab bermaydi. Mana shu dunyo bilan ovora. Mana shu muhitni ham buzib, jamiyat tuzumni ham ta'siri bor bunga. Alloh alam shunday. Alloh rozi bo'lsin, birodar. Birodarlar, qo'shimchalar, fikrlar bo'lsa marhamat, savollar bo'lsa mavzu bo'yicha marhamat. Mana shunga hozir bir narsa qisqagina qo'shimcha aytmoqchi edim. Yaqinda bir o'qib qoldim. Umar roziyallohu anhu do'sti bilan safarda yo'lda ketayotgan paytda bir qo'y boqib yurgan cho'ponni ko'rib qoladi-da, yoniga borib salom alayk qilgandan keyin cho'pondan qo'ylaringdan bitta qo'yni bizga sotgan deydi. Ya'ni olib foydalanish, sotib olishlikni so'raydi. Cho'pon aytadi, "Men deydi, qulman" deydi. Ya'ni bu qo'ylarning egasi bor, bu meni xo'jayinim, men ana shu xo'jayinning quliman. Buni sotmaslikka meni haqqim yo'q. Xo'jayinim hozir yo'q yonimda, shuning uchun men sota olmayman deydi. Umar roziyallohu anhu xo'jayini yo'g'u, ko'rmayapti-yu. Bitta qo'yni bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan deydi. Haligi qul, "Ha, to'g'ri" deydi. "Xo'jayinimga shunaqa desam ishonadi, lekin Alloh ko'rib turibdi-yu. Alloh qayerda qoladi? Xo'jayinim ko'rmas, degan Alloh ko'rib turibdi-yu" deydi. Umar roziyallohu anhu bu gapni eshitib turib yig'lab yoradi shu yerda. Endi Umar roziyallohu anhu meni bilishimcha uni haromga undamadi, sinashlik uchun so'ragan. Lekin haligi qulni qilgan ishidan, Allohga bo'lgan muroqabasidan, Alloh uni kuzatib turganligini idrok etganligidan, Alloh oxiratni eslaganligidan ta'sirlanib hayrat yig'lab yordilar. Keyin shu qulni xo'jayinini topib turib, sotib olib, shu qulni ozod qiladi-da aytadi. "Mana shu Alloh ko'rib turibdi, Alloh qayerda qoldi degan gaping seni bu dunyoda qullikdan ozod qildi. Inshaalloh qiyomat kuni jahannamdan ozod qilishligidan umid qilaman" deydi. Agar mana shunday muroqaba, mana shunday Allohga bog'lanishlik, amallarimizda oxirat bilan hisoblashlik degan narsa mu'minlarda bor bo'lsa bilasizmi? Bugun jamiyat nolanayotgan o'g'irlik, narkomaniya, fahsh, zino, poraxo'rlik, xalqning mol-mulkini talon-toroj qilishlik degan narsalar topilmaydi. Topmaysiz unaqa narsani. Xotirjam hayot ana shunda keladi. Mana shunga shoshiling deydi. Buning uchun tepada siz savol berganingizdan esimga tushdiki, Allohga va oxiratga bog'lanishlik ham jamiyatda xotirjamlik, farovonlikni kafolatlaydi. Ham bizni har lahzada o'lib qolganimizda, Allohning huzuriga borganimizda jahannamdan qutulib jannatga kirishligimizga sabab bo'lishi mumkin. Alloh inshaalloh ana shunday xotirjam hayotni bizga nasib qilsin. Bizni ham har amalimizda Alloh ko'rib turibdi deya oladigan darajada bog'lanishlikni nasib qilsin. Amin ajmain, birodar. Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, mavzu bo'yicha savollar, qo'shimchalar bo'lsa marhamat. Mavzuyimiz, yana eslatib o'taman, shariatni ushlashga shoshilishlik mavzusi bo'yicha mana birodarimiz shu mavzuni keng yoritib berdilar. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Azizbek aka, agar kimdir
Telegram yo boshqa platformada gapirayotgan bo'lsalar, menga umuman eshitilmayapti. Yo'q, hozircha jimjit. Bo'lmasam qo'shimchalar, savollar bo'lmasam mavzuyimizni, ya'ni Ramazon suhbatiga bag'ishlangan mavzuyimizni yakunlab, erkin suhbatga o'taveramiz. Birodar, o'zingiz bir chiroyli duo qilib bersangiz. Hop. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ya Robbil alamin, butun borliqni yo'qdan bor qilib yaratgan Xoliq Robbil alamin o'zingsan. Senda o'zga qudrat egasi yo'q. Sen mehribonlarning mehribonisan. Biz ojizmiz, gunohkormiz, osiymiz. Senga ko'p isyon qildik, gunoh qildik. Ko'p gunoh, harom ishlarni qildik, Robbim. Biz mag'firatingga muhtojmiz. Biz seni rahmatingga muhtojmiz. Bizni afv qilgin, mag'firat qilgin. Ya Robbim, bizni shu gunohlarimiz bilan jonimizni olmading. Inshaalloh jonimizni oladigan holatda, olgan holingda biz o'zing rozi bo'lgan holatda bo'lishligimizni o'zingdan so'rayman. Ya Robbim, shu tavhid kalimasi bilan gunohlardan poklangan holatda o'zingga yo'liqishni bizga nasib qilgan Robbim. Ya Qodir Allohim, bugun mana bu ummat islomdan uzoqlashgani uchun, mana bu kufrni ustimizda hokim bo'lganligi uchun zulm zo'ravonlikka uchrayapti. Dunyoning har yerida mazlumlar sendan duo iltijo so'rayapti. Ozalar juda ko'p. O'zing kuch-quvvat ber, o'zing ofiyat ber, o'zing yordam ber, o'zing bu mushkullarimizni oson qilgin. Barcha mu'minlarni birlashtiradigan, g'amxo'rlik qiladigan, shariatingni tatbiq qiladigan, asoslarimizni olib beradigan, risolatingni butun dunyoga yoyadigan Roshid xilofatni tezroq barpo bo'lishni nasib qilgin. Bizlarni shu yo'lda shoshilib, bir lahzani ham behuda ketkazmaydigan, har ishimizda faqat mana shu sen roziligini ko'zlab, islomni hayotga olib kelishlik uchun, sen ahkomlaringni hayotga tatbiq qilishlik uchun faoliyat qiluvchi mo'min bandalaringni qilib qo'ygan. Allohim, amallarimizga o'zing rozi bo'ladigan amallarni nasib qilgan. Qalblarimizga ixlosni nasib qilgan Robbim. Allohim, shu ulug' kunlarda, muborak Ramazon kechalarida o'zingdan duo qilib so'rayapmiz. O'zing duolarimizni ijobat qilgin. Ojizlik bilan kamchiliklarga yo'l qo'yib turib shunaqa bir suhbatlar o'tkazyapmiz. O'zing barakotlar bergin. Qalblarimizni ochgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya mavlana innaka antat tawwabur rahim. Va sallallohu ala khayri xaliqi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va akhir da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Birodarlar, Allohga omonatlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Amin. Va rahmatullohi va barakatuh. Jazakallohu khayran kaseeran.